Biz Viktoriya universiteti yaqinidagi suv bo'yidamiz. Ishoning, bularni tabiati ayollardan ham ko'ra injiqroq ekanda. Bir kunda 4 ta faslni ko'rishingiz mumkin. Ertalab quyosh chiqadi, keyin bulut bo'ladi, keyin yomg'ir bo'ladi, keyin yana isib ketadi, keyin yana sovib ketadi. Shuning uchun Avstraliya tabiatini men nozik tab, aristokrat ayollarga o'xshatdim. O'zim ham hayronman. Haligi ertalab nima kiyib chiqishni bilmay tavakkaliga atlas kiyib chiqib olganmiz. Lekin sovqotmaslik uchun sizdan bir narsalar ham kiyib olganmiz. Ajoyib. Iqlimi juda ajoyib. Bilasizmi, eng yoqqan tarafini aytaman, bitta tarafi. Odamlari shu qadar xotirjamki, teatr oldida ham odam to'la, ko'chada ham odamlar. Bugun dam olish kuni ekan bular. Bilasizmi, nima degan, bu davlatning rivojlanishining eng katta kuchi